har bir hududning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda o'sish nuqtalarini aniqlab, istiqbolli loyihalarni amalga oshirish, aholi turmush sharoitlarini yaxshilash bugungi kunda dolzarb vazifa hisoblanadi. Samarqand viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Aziz Boboyev Ishtixon tumanida bo'lib, ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar bilan tanishdi. Dastavval viloyat rahbari Gulobod mahallasidagi Shayx Burxoniddin Sog'arji ziyoratgohida olib borilayotgan obodonlashtirish ishlari bilan tanishdi. Qadamjoda ziyoratchilar uchun munosib shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan mukammal reja ishlab chiqqan holda galdagi ishlarni olib borish bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berdi. Shu kuni viloyat rahbari marhum muftiy Usmonxon Alimov maqbarasida olib borilayotgan qurilish ishlari bilan ham tanishdi. Marhum o'zi tug'ilib o'sgan Ishtixon tumanidagi Eshoni Temirxon To'ra masjidi yonidagi qabristonga dafn etilgan. Ayni kunlarda bu yerda yodgorlik majmuasi barpo etilmoqda. Usta quruvchilar bilan muloqotda qurilish ishlarini amalga oshirishda milliy me'morchiligimiz an'analari asosida ish olib borish borasida tavsiyalar berildi. Viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Aziz Boboyev avtomagistral yo'ldan ichkariga ziyoratgohga olib boruvchi yo'l bo'yini ham tartibga keltirish, manzarali daraxt, ko'chatlari, gullar ekish borasida ham mas'ullarga topshiriq berdi. Marhum muftiy Usmonxon Alimov maqbarasi unga tutash bo'lgan Eshoni Temirxon To'ra masjidi bilan yaxlit majmua bo'lishi kerakligi, piyodalar uchun yo'lakchalar barpo etilib, tungi yoritish chiroqlari o'rnatilishi kabi bir qator jihatlarga ham to'xtalib o'tdi. Shundan so'ng Ishtixon oltin yerlari fermer xo'jaligi dalasida Xitoy texnologiyasi asosida chigit ekish ishlari bilan tanishildi. Qishloq xo'jaligi sohasida, xususan paxtachilikda ilmga asoslanish, zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash xarajatni minimallashtirish va daromadni oshirishga bugungi kunning muhim talabi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan Xitoy texnologiyasi asosida plyonka ostiga chigit ekilmoqda. Bu usulning o'ziga xosligi shundaki, chigit ekish, plyonka to'shash va tomchilatib sug'orish uchun shlang yotqizish ishlari zamonaviy texnika yordamida bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu fermer uchun vaqt va mablag'ni tejash imkonini beradi. Chigit urug'i 5-6 kundan so'ng an'anaviy usullardan foydalanish bilan taqqoslaganda taxminan 5 kun oldin bo'y ko'rsatadi, hosildorlik 50 sentrdan ortadi. Chigit ekishdan avval tuproq tahlillarini o'tkazish, tuproqdagi mikroelementlar miqdorini aniqlash muhim, dedi viloyat rahbari. Ushbu usulda istalgan joyda chigit ekmaslik, bunda mutaxassislar bilan maslahatlashgan holda ish olib borish kerakligini ta'kidladi. Tumandagi o'rganishlar davomida viloyat rahbari 22-son o'rta maktabda bo'sh turgan binoda tashkil etilgan xotin-qizlar bandligini ta'minlash va sog'lomlashtirish markazini ham borib ko'rdi. Ayni kunlarda bu yerda 10 nafarga yaqin xotin-qizlar tikuvchilik sir-asrorlarini o'rganib, mustaqil ravishda turli xil kiyim-kechaklar tikishmoqda. Xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish, bandligini ta'minlash, kasb-hunar egallashlari uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlar va imtiyozlar haqida aholini ko'proq xabardor qilish zarurligi, xotin-qizlarning salomatligini mustahkamlash maqsadida sog'lomlashtirishga mo'ljallangan kurslarga ularni jalb etish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, xotin-qizlarning tibbiy madaniyatini rivojlantirish, jismoniy sport harakatlarini tibbiyot profilaktikasi bilan birgalikda yo'lga qo'yish kerakligi alohida aytib o'tildi. Ana shu vazifalarni astoydil bajarsak, ko'rasiz, qisqa muddatda xotin-qizlardagi turli kasalliklar kamayib ketadi. Boshida kamchilik bilan boshlangan bu to'garaklar va kurslarda qatnashaman deb keladiganlar soni ko'payadi, dedi Aziz Boboyev. Viloyat rahbari mayiz eksporti bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat hamda qurt tayyorlash bilan shug'ullanuvchi oilaviy korxona faoliyati bilan ham yaqindan tanishdi. Tabiiy tog' toshni qayta ishlash va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qadoqlash korxonasining istiqboldagi loyihalarini ham ko'zdan kechirdi. Tumandagi 8-umumta'lim maktabida tashrif chog'ida ta'lim jarayonlarini takomillashtirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va ularning toifa tarkibini kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Bu ishlar maktabdagi ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarga sifatli bilim berish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilganligi qayd etildi. Viloyat rahbari shu kuni O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'iniga ham tashrif buyurdi. Mahallada aholini bandligini ta'minlash, migrantlar sonini kamaytirish, oilalarda ajrashishlar sonini kamaytirish xususida so'z yuritildi. Aziz Boboyev tumanida yangi barpo etilgan sport maktabida amalga oshirilayotgan ishlar, mahalliy sportchilar erishgan natijalar bilan ham tanishib chiqdi. Shu kuni viloyat rahbari Oqdaryo tumanida bo'lib, tuman tibbiyot birlashmasida amalga oshirilayotgan qurilish bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. Ushbu ishlarni qisqa fursatda sifatli va belgilangan reja asosida olib borish kerakligini bildirib o'tdi.